Bu kitobni o'qib tugatdim. Judayam ko'p kun bu kitobni o'qidim. Judayam zo'r kitob ekan. Eshik ochiq qolibdi. Ha, ochiq qoldirgan edim. Shamol ko'rsin deb. Hamma joy isib ketdi. Buni ochib qo'yay. Hamma joy isib ketdi. Va hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Freeze Gaming kanali va men Asilbek. Va bugun oddiy skinlarga hayron qoldim. Shuning uchun mana ana qilinganman, короче, bloklanganman. O'shacha oddiy skinda yurishim kerak. Xo'p, bu yerda kitobni o'qib tugatdim. Juda zo'r kitob ekan. Va hozir men bu yerda bolg'asini berishim kerak, chunki hozir bermoqchi edim. Kitob o'qib qolib ketibman. Kitob o'qib turish kerak yaxshi. Buni ochamiz va kitob o'qib bo'lib buni merga topshiramiz. Papalyam, seniy traktor yedik. Bo'ldi. Mayli. Mayliga nima qilibdi? Yangicha dizayn o'sha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bilsam bo'ladimi, bu nima bo'lyapti? Bu yerda qotillik sodir bo'lgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yerda bilsam bo'ladimi? Shiriningiz aytsa qotillik sodir bo'lyapti. Qanaqa qotillik? Bu yerdagi mana mening to'g'rimdagi uyda odam, ya'ni jitel o'ldirib ketilgan. Jitel? Salom. Hop, mayli. Mer. Assalomu alaykum. Asilbek keldingmi? Ha, nima bo'lyapti bu yerda? Bilmasam, mana bu odamlar meni uyimga kelib borgan. Qotillik deb eshitdim. Ha, qotillik. Bo'ldi, mening bunday ishlarim yo'q. Sizni bo'lganingizni men shu yerga tashlab ketaman. Ha, o'sha qo'yib tashlab ketdi. Mana tashlab ketdim. O'zi olasizda. Mana javob bermadi. Qanaqadir qotillik deyaptimi? Qotillik bo'lsa jasad qayerda? Jasad qayerda? Militsiyachi? Sen nima ishing bor? Yo'q, endi so'rayapman-da. Ha, uni chekkaga olib chiqqanmiz. Ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, albatta. Mayli. Hisobing 900 mingga o'xshab ketarkanmi? Mayli. Menda qanaqadir qotillik deyapti. Qiziq. Aytdim nimaga? Urab bo'lingan, jinoyat sodir bo'lgan joyda urab qo'yishadi, bir uramayapti ham. Просто militsiyalar urab olgan. Mayli. Qani erta tushsunchi. Hozir birpas dam olaman. Erta emas endi. Zo'r. Mayli, mana shuni. Mana o'zlari ikib qo'ysa kerak, mana shu yerga solib qo'ydim, bo'ldi. Ozgina dam olay. Juda ham charchadim. Qara, divondan ham ayrildim. Mayli, mana shu yerda uxladim. Do'stlar, hozir bizda kechasi tushdi va bitta jitel seni men chaqiryapti deb ketdi. Va hozir men mana shu yerda turibman. Hozir men oldiga borishim kerak. Nima bo'ldi kechasi? U jitel faqat sen uchun maxsus deb gapirdimi? Bir nima deb gapirdi? Men bilmasam. Hozir men hamma joyda yopib qo'ydim. Hozir Merdoliga borish kerak. Hop, hozir boraman. Qani ko'raylikchi. Men nimaga chaqiribdi? Mana zirhimcham Merdan bitta jitel berib bordi. Bu zirhimcha nima kerak ekan? Bilmasam, lekin bu oxir kimga berish mumkin bu zirhimchani? Ya'ni 6 ballik. Ama militsiyalar. Assalomu alaykum. Malik gapirishmayapti.
Mayor meni chaqirgan edi. Nima aytayotgan? Salom berma, meni chaqirtiribsan? Ha, Asilbek qara, senda meni gapim bor. Ya'ni hozir sen bu militsiyalar emas, bu fashistlar. Bular yomon odam o'ldirib qo'yishgan va biz uni aytsak qotilligini, ular bizni o'ldirib yuborishi mumkin. Shuning uchun ular bizni urib olishgan. Nima qilishni bilmayman. Xullas, sen hozir uyingda quroling bormi? Hozir menda yo'q ekan. Senga zaharcha yuborib yubordim. Endi qurol yo'q. Mer. Keldi. Baxcha yaramas. Qanday uchdi? Otachilar. Qochish kerak. Qo'llar temayapti. Qayerdayim? Topdim. Yaramas bu yoqqa. Nima? Xo'p, yigit. Biz baribir shu yerda turaveramiz. Aman, u kelishmayapti. Turamiz dedimi? Bilmadim, hozir qurollarim bo'lishi kerak. Meni verstagim tagida qurollarim bo'lishi kerak. Va bor. Qurollarimiz, ya'ni bitta qurol. Mana op. Qo'yilmayapti. Bo'ldi, qo'yildi. Hozir esa ularni bitta yo'q qilaman. Gaplashyapti. Thomas, balkim ular u qaytib kelsa-chi, bizni sotib qo'ysa-chi. Yo'q, qo'yim bo'lardi. Bu qishloq juda ham shahardan 2 kilometr uzoqda. U yoqqacha yetib bormaydi. Qurollari bo'lsa-chi. Bu lo'q bo'ladi, qurollar nima qiladi? Meni lo'q dedimi? Hozir men ko'rsataman. YouTube ham tushibdi. Senga lo'q deb ko'rsataman. Qaysi bir aytdi? Bu aytmagan, chunki to'g'ri bir o'qozi. Mana. Yo'q, o'tachilar. Yaxshi. Nima bo'lyapti? Ay, bizga kelishdi. Tepadan. Yo'q, o'qishyapti. Oshxona. Qo'nlar. Qani o'zimlashi. O'zimlashini hozir ko'rsataman bunga. Bo'llar, eng muhimi bu yerdan chiqib ketmanglar. Kelsa kelarsan. Bizda qurollar bor. Yo'q. To'xting, o'tma. Men senga hamma narsani beraman. Xohlasan pul beraman. Meni o'tma. Hozir sen ham o'lib ketasan. Nima tepadami? Ha, u tepada. Mening bilmadim kim bo'lsa ham. Qara, seni o'tmayman, menga qayerdaligini aytasan. Aytib turibman-ku, tepada ham. Rahmat podskazka uchun. Va men hozir ularni o'ldiraman, seni esa tirik qoldiraman, xo'pmi? Xo'p. Yo'qol. Yaramas. Senga hozir kelu. Ay. So'maya. Hammasini yanchdim. Merda zot qildim. Bittasi ham o'q otolmadi. Oxir mer o'lgandi-ku. Yo. Yaxshi inson edi mer. Lekin o'lib ketdi. Menimcha bular hali tugamagan, chunki fashistlar bunchalik kam bo'lishmaydi. Menimcha bular yana kelsa kerak. Tayinlanish kerak. Lekin mer yaxshi inson edi. Bir hal ko'rsatib qo'yaman. Hali yangi qurollar sotib olaman-da, ularni yanchaman.
Mayli. Men siz uchun hammasini yo'q qilaman. Mana shu pistoletim orqali hammasini olib tashlayman. Men bunday qilib. Bu pistolet hali ko'p odamlarni o'ldiradi. Ha. Shuni biling. Ko'p odamlarni. Do'stlar, videomiz shulardan iborat edi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bilan obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz aktiv judayam chiqib ketdik. 20 ta obunachi bo'lib qoldik. Iltimos, obuna bo'linglar va biz yaqinda 30 ta, 25 ta, 50 ta bo'laylik. Va men sizlar uchun 50 ta uchun zo'r narsa tayyorlab qo'yganman. Uning uchun sizlar obuna bo'lishingiz kerak. Obuna bo'linglar va like bosinglar. Sog' bo'lasizlar.